Bu nima? Qizlar topinglar-chi. No topa olmaysizlar. Bu qanaqadir podarka или nimadir deb o'ylashlaringiz mumkin. Kosmetikami yo'q. Bu aynan mana va sizlarning sog'liklaringizga foyda bo'ladigan narsa. Любой inson sog'ligiga foyda bo'ladigan narsa. Qishda bilasizlarmi, mevalarni sveji olib yeymiz, to'g'rimi? Sveji olib. Xohlagan mevamiz qishda ham bor. Yozda pishgan mevalarni ham topsak bo'ladi. Lekin ularni saqlash uchun bilasizlar juda ham ko'p dorilar ishlatilinadi. Lekin men shunaqa zo'r profilni sizlarga xolis tavsiya qilmoqchiman. Bu o'zimizni va sitrus mevalarni, xullas barcha mevalarni tabiiyligini saqlagan holatdagi quritilgan varianti. Buni qaranglar. Hamma meva bor prям. Olma. Oddiy olma qoq emas qizlar, qulubnika. Hamma yaxshi ko'radi. Men ayniqsa shuni upakovka qilinganini bolalarimga olib berardim. Bilasizlar